Mana bugun biz Toshkent viloyati Yuqori tumani Darxan Elita fermer xo'jaligi dalasidamiz. Mana fermer xo'jaligi rahbari Jamshid aka biz bu kishi bilan paxtani ekkandan buyon birga kelib mana shu dalalarida ko'rayapmiz. Fermerlarni shu dalalarga yig'ayapmiz. Umuman Yuqori tumanini fermerlarni baquvvatligini ko'rib, ularni ishga munosabatini ko'rib men butun respublika bo'yicha aylanardim. Juda xursand bo'ldim. Mana bugun 17-iyul holatiga mana shu dalada mana ko'saklar 8-8,5 tadan ko'sakliga mana fermer xo'jaligi o'rtacha. Mana aytayapti 20-ga deydi 9,5. Mana 20dan keyin 10. Bugun vazirimiz aytayapti shu 12 ko'sak deyapti, lekin hali bu kishining niyatlari yaxshi. Mana shu rahbariyat aytgan hamma tavsiyalarga amal qilgan. Menga eng xafa bo'layotganim respublika fermerlarining ayrimlaridan rahbariyat juda yaxshi tavsiyalar beryapti, ko'pchilik amal qilmayapti. Mana o'shanda yutqizib qolyapti. Mana bizga chet mamlakatlarning tajribasi, urug'lari kirib keldi. Bugun mamlakatimizning barcha tumanlarida mana shu Xitoy texnologiyalari, boshqa mamlakatlar texnologiyalari joriy qilinyapti. Mana bu yangi O'zbekiston paxtachiligiga yangi davr boshlanyapti. 60-70 sentnerlik. Buni biz umuman tasavvur qilmaganmiz bundan 5-10 yil oldin. Mana Jamshid akaning o'zi ham hozir aytadi, nimalar qilganini, juda ko'plab stimulyatorlarni bergan. Jamshid aka, men 20 yildan beri fermerman. Har yili rejani oshiq bilan bajaraman. Bugun xudo xolisa 54 sentnerga shartnoma tuzganmiz, saqlashga, ishlab chiqarishga. Bundan oshiq bo'ladigan xudo xolisa hosil bor. Hosilga zamin bor. Endi bu yoqni taroz ko'rsatadi xudo. Endi Jamshid aka mana Xudo havoni beryapti. Bu havoni Xudo beradi. Suvni bergansiz, mana shu diqqatga tashlagansiz. O'g'itni rahbariyat tavsiya qilayotgan mana shu stimulyatorlarni hammasini qilgansiz. Mana vazirimiz kecha qonun bilan mustahkamlayapti-da. Lekin fermerlarga qanaqa nimangiz bor bu fermerlar mana shu masalalarda bir jiddiy shu berayotgan tavsiyalarga amal qilsa xato qiladimi yo o'zini eski metodini qilavergani ma'qulmi? Eski metodda resurs kam berardi. Mana shu tavsiyalar bor, kremniy ularni berish xayolimizga ham kelmagan. Necha yildan beri shu spezni beryapmiz. Shular bilan ishlov beryapmiz. Hech kam bo'layotgan joyimiz yo'q. 45 yillik sentnerdan kam bo'layotgan yo'q. Endi bu yildan keyin undan ham ko'paytiramiz. Sababi resursni yaxshi beryapti. Yaxshilab ishlash kerak. Daromad topish kerak paxtadan. Rahmat Jamshid aka sizga. Jamshid akaning dalasida biz mana vazirligimizni, institutimizni yangi navlarini ham bu yil yetishtiryapmiz. O'zimizning navlarni mana Xitoy navlari bilan birgalikda o'zimizning navlarini tajriba qilib mana shu dalalarda bugun Rahmanqulov Saidakbar aka rahbarligida qilyapmiz. Juda yaxshi. Mana shunaqa ishlarni ham shu Jamshid akaga o'xshagan fermerlar bilan birga qilsak hech kamchilik bo'lmaydi.